Assalomu alaykum hammaga. Bugun navbatdagi Cobalt'imiz yangi Cobalt avtomobili. Bu Cobalt'ga biz o'zining pultidan zavat qilish funksiyalarini yoqib berdik. Va bu Cobalt'imizga cruise control knopkalarini qo'yib berdik. Qora matoviy rangidan qo'ydik. Va temperatura datchiklarini ham yoqib berdik. Tabloda ko'rsatilyapti. Oyna ko'taradigan relaylarni istiraka qildik. Bagaj knopka mana bu yerga qo'yib berdik. Video registrator va antiradarlarni ham istiraka qilib berdik. Va korobka, motorga programmalar qilib berdik. Gaz qo'yib kelgan ekan. Bu avtomobilimizga gazga moslashtirib programmalarni yozib berdik. Oyoqdagi podsvetkalarni ham chiroyli qilib o'rnatib berdik, mana yonib turibdi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Manzilimiz Olmaliq shahar, Go'standart orqasidagi avtoservis. Murojaat qilishlaringiz mumkin bemalol.